Va bu avtosaloндagi eng qimmat avtomobil hozirga ko'rsataman. Ko'rishimni oldin bitta like bosib qo'yasiz uchun, chunki bu unga arziydi. Kalitidan bilgan bo'lsanglar kerak. Mercedes-Benz W222 S65. Bu avtomobil nimaga qimmat o'tganini video davomida aytib o'tamiz. Zadniklarni ko'rsatib bo'ladi. Avtomobilimizning qimmat bo'lgan yagona fishkasi bu dunyo bo'yicha atigi 130 dona chiqqan. Va u ekzemplyardan eng birinchisi hisoblanadi. Gap spot bilan ko'rsanglar bo'ladi. Полностью avtomobilimizning ichki saloni karbon bilan pakrit qilingan. Bu yerda bronzoviy choklarni ko'rsanglar bo'ladi. Avtomobilda logotiplari gap bo'lishi mumkin emas. Eng maksimal full komplektatsiyadagi avtomobilimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizni 400 ming AQSh dollariga xarid qilsangiz bo'ladi. Nima deysizlar? Arziydimi, arzimaydimi? V12 bronzoviy disklar bilan jihozlangan original. Obveslar polностью fikringizni izohda qoldiradi.